Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga eniga 15 metr va uzunasiga 30 metr bo'lgan uchastkaga mo'ljallab chizilgan, ya'ni 4,5 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 5 ta asosiy xona va qo'shimcha yordamchi xonalardan iborat bo'lgan ixchamgina uy proyektini namoyish qilmoqchiman. Avvalo sizlardan bittadan like, podpiska va o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Xo'sh, ko'cha tomondan qisqacha tushuntirib o'taman, hovlidan ham qisqacha tushuntiraman, keyin tomlarni olib plan shaklida ko'rib chiqamiz. Bu proyektimiz qashqadaryolik bir mijozimizning talabiga binoan qilingan va o'sha kishining xohish istaklaridan kelib chiqilib plan qilingan. Xo'sh, ko'cha tomondan mana bu darvozaxonamiz bo'lyapti. Bu yerda ko'cha tomonda ikkita yana bolalar xonasini joylashtirganmiz va hovli tomondan qaraydigan bo'lsak, ya'ni mana bu asosiy uyimiz, bu tomonga tomimiz qo'shilib ketadi. Hovli tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda ancha zilonli zonalarimiz ortib qolgan. Keyinchalik mana bu yerga ayvon qilish niyati bor. Uy egasini hozircha kerak emas degani uchun mana shu yerdan cheklanganmiz. Mana bu yerga ayvon, yozgi oshxona, hammasi shu yerda, hojatxona, hammom bitta hovli uchun joylashtirsa bo'ladi. Va mana bu yerdan to'g'ri podvalga kirib ketiladi. Mana bu xonamiz tagi podval bo'lyapti. Bu tomondan tushuntiradigan bo'lsam, mana darvozaxonamiz, to'g'ri kirib kelamiz. Kirganimizdan, burilganimizda mana bu yerda bitta kattagina mehmonxonamiz bo'lyapti. Bu yerga joylashtirganimiz sababi shu yerdan kelib, to'g'ri shu yerdan qaytib chiqib ketaversa ham bo'ladi. Va ikkinchi mana bu asosiy eshigimiz, bu to'g'ri kirganimizda hol bo'ladi. Shu holdan hamma xonalarga o'tiladi. Va mana bu yana bitta kirish qismimiz bor. Bu yerda mana to'g'ri kiradigan bo'lsak, bu yerda koridorcha bor. Bu yerda yoshi katta ota-onalar uchun bitta alohida o'zining spalnisi bo'lyapti. Sanuzeli bilan birga ichida. Bu tomonga aralashib o'tirmasdan to'g'ri mana shu yerda o'zlari bu yerdan ham hovliga ham bemalol kirib chiqsa bo'ladi. Va bu tomonga oshxonamiz, mana kattagina oshxonamiz bo'ladi bu yerda. Ham bu yerdan kirib chiqsa bo'ladi, ham hol tomondan ham kirib chiqsa bo'ladi, qulaylik jihatidan. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda bu tomonlarda qo'shinlar bo'lganligi uchun ikki tomonda hamma tomoni gulxoy qilingan va ko'cha tomonda mana shunday ixchamgina ajoyib shaklda ko'rinishda bo'ladi. Va endi tomlarni olib plan shaklini ko'rib chiqamiz, ya'ni ham tushunarli bo'lishligi uchun. Mana yuqoridan qaraganda bunday holatda ko'rsataman, xonalarni komponovkasi joylashishlari mana shunday holatda bo'ladi. Endi buni tushuntirib o'taman. Darvozaxonamiz to'g'ri uzunasiga bu yerga ikkita mashinani ham bemalol sig'dirsak bo'ladi va to'g'ri o'tib keladigan bo'lsak, mana bu yerda mana birinchi mehmonxonamizga kiradigan eshigimiz bo'lyapti. Mana bu yerga mehmonxonamiz joylashgan va bu yerning o'zidan to'g'ri holga ham kirib chiqishga joy bor. Ya'ni oshxonadan mehmonlar kelganda ovqatlarni tashishga to'g'ri eshik mana bu yerdan kirib chiqiladi. Va mehmonlarning o'zi bu yerdan kirib chiqib ketaveradi. Va asosiy kirishimiz mana bu hol bo'lyapti. Kirganimizda mana hamma tomonda eshik. Bu hol faqat koridor vazifasida ishlatiladi, chunki bu yerda hamma tomonda eshik bo'lganligi uchun o'tirishga joyi yo'q bu yerda. Va ikkita mana detskiy xonalarimiz, kattagina razmerlari, mana ko'cha tomonga qaragan razmerlar bo'ladi. Kerak bo'lsa razmerlarni ham ko'rsatib o'taman. Bu kerak bo'lsa mana 5 metrga, bunaqasi mana 3 metr bo'lyapti. Ikkalasi ham bir xil razmerda bo'ladi. Va ikkita detskiy xonamiz va mana bu yerda общий uyimizni ichi uchun hojatxona bilan hammomni joylashtirganmiz. Ya'ni mana bu yerdan to'g'ri kiradigan bo'lsak, to'g'risida bitta hojatxona, bu tomonda kattagina hammomimiz bo'lyapti. Ichiga bemalol vanna, rakvina, unitaz, kir mashina hammasini joylashtirsa bo'ladi. Razmeri kattagina bo'lyapti. Ya'ni mana 340 ga 2 metr bo'lyapti. Kattagina bemalol bitta oilaning talablarini qondirishga yetadi. Va mana bu yerda mana oshxonamiz, bu yerdan kirganda to'g'ri oshxonamiz bo'lyapti. Kattagina, buni ham razmerlari, mana buni ham keltirib o'taman. Mana 6 metrga bunaqasi 340 bo'lyapti. Kattagina, ham ovqat pishiradigan, ham choy ichadigan, o'tirib choy ichadigan kattagina oshxonamiz bo'lyapti. Va bu yerda o'zida mana ikkinchi kiradigan qismimiz, ya'ni mana bu yerdan kirganimizda koridorchamiz bo'lyapti. Bu tomondan oshxonaga kirsa ham bo'ladi, запасной. Va bu yerdan aylanib bu yoqdan chiqib ketsa ham bo'ladi. Va bu tomonda mana spalnimiz, yotoqxonamiz, mana yosh kattalar uchun, onaxona, otaxonlar uchun yotoqxonamiz o'zining ichida ixchamgina sanuzeli bilan birga. Buni ham razmerini keltirib o'taman. Mana bunday, mana 5 metrga, bu ham 340 bo'lyapti. Mana shunday holatda. Bitta shu xonamizdagi podval bo'lyapti. Kladovka va kotelxona sifatida ishlatsa bo'ladi. Umumiy ko'rinishda mana shunday mana yashil zonalarimiz hammasini joylashtirsa bo'ladi. Buni ehtiyojga qarab, boya aytganimdek, mana bu yerga yozgi ayvon oshxonalarni, hatto bunaqasiga ham navis qilib, bu tomondan ham foydalansa bo'ladi. Chunki mana bu yerda hovlimiz kattagina yashil zona qoladi shu holatida ham.
Xo'sh, mana do'stlar, qo'ldan kelgancha qisqa videoda ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab, takliflar, buyurtmalar bo'lsa, bemalol tortinmasdan kommentariylarda o'z fikrlaringizni qoldirsalaringiz bo'ladi. Ko'pchilik telefon nomer so'rayapti. Telefon nomerini har bitta videoni mana bu yerga qo'yib ketaman, lekin shu tursham negadir odamlar ko'p e'tibor bermayapti shekilli. Mana bu yerda telefon nomerim yozilgan bo'ladi. Shunda ham kimdir topa olmasa, videomizning opisiyaniyasida ham telefon nomerlarim va Telegram hammasi ikkalasi bitta nomerga biriktirilgan. Bemalol foydalansalaringiz bo'ladi. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda bo'lyapti.